Ba'zan inson hayotidagi eng og'ir sinovlar uning ichki salohiyatini uyg'otadi. Taqdirning murakkab burilishlari orasida yashirin iste'dodlar kashf etilib, yangi hayot yo'li boshlanadi. Navbatdagi lavhamiz qahramoni ham narkokuryerlik sabab panjara ortiga tushgan. Ammo aynan shu yerda u qo'liga qalam olib ijodga yuzlandi. Bugun uning 30 dan ortiq mualliflik qo'shiqlari bor. Ijodi esa ijtimoiy tarmoqlarda minglab tinglovchilar e'tiborini qozonmoqda. Temir panjaralar ortidagi hayot ko'pchilik tasavvur qilganidek faqat sukut va pushaymonlikdan iborat emas. Ba'zan u yerda inson o'zini qayta kashf etadi, iste'dodni yuzaga chiqaradi va hayotga yangicha nigoh bilan qarashni o'rganadi. Tengdoshimiz ham ana shunday iqtidor egalaridan. Talabalik davrida tashlangan birgina xato qadam xushovoz xonanda va yosh iste'dodning sahnasini o'zgartirib yubordi. U bugun 7-sonli jazoni ijro etish koloniyasidan turib kuylamoqda. Pushaymonmiz, yurda yurgan kimga havas tez bu yerlarda yurish. Koloniyaga yangi 7 oy bo'lyapti. Konservatoriyada 3-kursni bitirgandim. Bu yerda ma'rifiy tadbirlarda qatnashib, o'zimizda ishlab yuribmiz. Gitara, chog'li asboblari uchun chalamiz, qo'shiqlar aytamiz, o'zimiz yozamiz qo'shiqlar. Hozir ham vatan haqida yozgan qo'shig'imizni eshitilaringiz. Ona haqida qo'shiqlarimiz ko'p, xudo xolasa chiqib yana ijodni davom ettirib ishlaymiz. U hayotining bu sinovli kunlarini yakun emas, balki yangi boshlanish sifatida qabul qilishga harakat qildi. Davlatimiz rahbarining insonparvarlik siyosati natijasida jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlar uchun berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, u o'z ustida muntazam ishlab kelmoqda va allaqachon 30 dan ziyod mualliflik qo'shiqlarini yaratib ulgurgan. U bilan o'tkazilgan intervyularda kuylangan qo'shiqlari xalqimiz ko'nglidan ham joy oldi. O'g'lim bor deb kerilib, qunab yurgan onama, orzularga berilib, yayrab yurgan onama, bugun boshi egilib, ko'zdan yoshi to'kilib, turmaning eshigidan yig'lab turgan onama, darding bo'lsa ayt bolam, o'zim davo bo'lay deb, joy bo'lsa gar yoningda, men ham birga qolay deb, hech bo'lmasa bir marta diydoringga to'yay deb, turmaning eshigidan yig'lab turgan onama. Guvohi bo'lganingizdek, uning qo'shiqlari oddiy musiqiy asarlar emas. Ularning har birida ichki kechimlar, pushaymonlik, yaqinlar sog'inchi, hayotga bo'lgan ishonchi va kelajakka umid mujassam bo'lgan. Bugun u ozodlikka chiqadigan kunni sabrsizlik bilan kutmoqda. Eng katta orzusi esa yaratgan qo'shiqlarini professional sahnada ijro etish, kattaroq auditoriya bilan tinglovchilar qalbidan joy olish. Iste'dod panjara ortida qolib ketmaydi. Agar insonda iroda, intilish va imkoniyat bo'lsa, u eng murakkab sharoitlarda ham o'z qobiliyatlaridan to'g'ri foydalana oladi. Mirzolim Rustambekovdan Davron Zufarov, Abdulahid Abduvahobov, Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun.